Mana Mahmud aka, quyosh panellarini korxonalar nima uchun aynan Voltbergdan o'rnatish kerak? 3 ta sababini keltiring aka. Birinchi o'rinda quyosh panel sotmaymiz. Bizaniki EPC korxona hisoblanadi, ya'ni Engineering Procurement Construction. Asosiy fokusimiz to'g'ri montaj qilish va o'sha korxona egasiga yaxshi mahsulot taklif qilishdan iborat. Ya'ni bizning interesimiz, qiziqishimiz panelda uni qancha sotilishi narxida emas. Asosiy mutaxassislarimizning fokusi to'g'ri o'rnatish, to'g'ri ustanovka qilishga qaratilgan. Ikkinchi afzalligimiz biz 10 yil kafolat beramiz, ham generatsiyaga kafolat beramiz. Ya'ni ishlab chiqargan generatsiya haqiqatan tejab qo'yayotgan puli shuni hisobotlarini yilma-yil mijozga ulashib boramiz. Uchinchi eng katta afzalligimiz biz asosiy bezopasnostlikni xavfsizligiga katta e'tibor qaratamiz. Yong'in xavfsizligi, simlarning to'g'ri ulanishi, har bitta ishlatayotgan materialimizni 10 yil kafolatli joydan olamiz. Simdan tortib, boltgaga tortib, gofri ko'rib, hamma narsani 10 yil kafolati borini ishlatamiz. Asosiy sabab shu. Ya'ni biz quyosh panel sotmaymiz, biz sizga tejamkorlik va xavfsizlik sotamiz. Xo'p, agarda sizlar ham quyosh panellarini ishonchli va sifatli kompaniyada qo'ydirmoqchi bo'lsanglar, hozir pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.